Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar menen Mygovga registratsiyada o'tib, kredit tariqa cheklov qo'yuvda ko'rib chiqamiz. Buning uchun Mygov saytiga kiramiz. Chrome'dan. O'zingizga yaqindan kirsangiz bo'ladi. Mana kirdik. Bu yerda One ID orqali kiruv bor. One ID orqali kiruvni bosamiz. Bu yerda parol loginingiz yozilgan bo'ladi. Agar parol loginingiz yo'q bo'lsa, bu yerda parolga shaddan chiqdi degan yer bor, soni bosasiz. Bu yerga sheringizni yozishingiz kerak bo'ladi. Sherini yozib oldik. Keyin bu yerda o'zingizga atыңыздағы nomer bo'lishi kerak. Sim karta o'zingizning atыңызga olingan sim karta bo'lishi kerak. Sonra SMS beradi. Ketdi do'stlar SMS. Mana do'stlar keldi One ID'dan SMS. Tak 831 185 831 185 Nega qayta tiklov deganda bosasiz. Qayta tiklov nesi SMS orqali beriladi deb so'zlashni keladi. SMS betingizni ko'rasiz. SMS betingizda parol loginingiz qaytadan beriladi. So'ng parol loginini kopyalab olib, yamasa bir qog'ozga yozib olib, unutib qolgan bo'lsangiz, сөйтіп tiklaysangiz. Mineki do'stlar, kirib oldik Mygovga. Endi buning izlov bo'limini kredit tarixini cheklov qo'yib deganda to'g'ri bo'lamiz. Kredit tarixini olishga cheklov. Kredit tarixini olishga cheklov o'rnatuv deganda kiramiz. Xizmatdan foydalanishni bosamiz. Bu yerda kredit tarixi faollashtirish degan yeri bor. Sonra basasız, keyingini basasız, so'ragan zatlarni basib, kredit tarixingizni cheklab qo'ysangiz bo'ladi. Videoni yoqqan bo'lsa like bosamiz, do'stlarga tarqatamiz. Abonent bo'lamiz.